Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech, hurmatli kuzatuvchilarim. Bir haftalik tanaffus uchun hammanglardan uzr so'rayman. Safarga chiqqanman. Hozir men O'zbekistonda emasman. Shu sababli safar tayyorgarligi, yo'l azobi, yo'l charchog'i, yangi muhitga moslashish deganlaridek o'zinglar yaxshi bilasizlar musofirchilikni. Musofir yurtda bo'lganlar yana ham yaxshiroq tushunadi. Video tayyorlashga fursatim bo'lmadi. Buning uchun uzr. Kommentariylarda tez-tez chiqib turing, tez-tez video qo'yib turing degan takliflarni, fikrlarni o'qib rosa ham xursand bo'lgan edim. Tez-tez chiqib turishga va'da bergandim, biroq bilasizlar, men o'g'limni ham otasi, ham onasiman. O'g'lim bilan hozir Qozog'istondamiz. Bu yerga ishlab pul topish uchun kelganmiz. Men bu gaplarni nima uchun aytyapman? Musofirlikda yurgan ayollarni, ayniqsa bola chaqa boqaman deb musofir yurtga ketgan yolg'iz ayollarni azob uqubatlari menga notanish emas. Bu bir. Ikkinchidan, podpiska orqasidan, obuna bo'lish bo'lganlar orqasidan, like orqasidan pul topasan-da, o'zingdan pul topish uchun qo'yding-u, pul dardida qo'yding-u degan har xil bo'lar bo'lmas, nima deydi, ongi past odamlarni yozgan kommentariylarga javob. Like orqasidan pul topib o'tirishga qarab o'tiradigan darajadagi odam emasman men. O'rtoqlar, balki bu meni oxirgi videoim bo'lishi mumkin. Sizlar xabaringlar bor, bir necha marta aytdim bu haqida. Men bu kanalni tamoman boshqa bir blogerga topshirmoqchiman deb, menimcha o'sha kun yaqinlashdi. Balki bu meni oxirgi videoim, balki bu bizni xayrlashuvimiz. Bugun shunaqa ekan, sizlar bilan juda ham bir jiddiy mavzuda gaplashmoqchiman. Nimaga bu bunaqa o'tiribdi deb o'ylamanglar. Yotadigan yotoq joyimizda o'tirib, hozir ko'rsanglar, telefonimni qayerga qo'yib olganimni, kiyimlar solingan chemodanning ustiga joylashtirdim bir amallab, sizlar bilan gaplashaman deb. Xullas kalom o'rtoqlar, bugun juda ham bir jiddiy mavzuda, menga yomon ta'sir qilgan bir holat haqida sizlar bilan gaplashmoqchiman ochiqchasi. Yaqinda meni bir yaqin insonim, qarindoshlarimdan biri olamdan o'tdi. O'sha janozada bo'lgan holat meni juda ham qo'rqitdi. Juda ham tashvishga soldi. Shu sababli men mana shu mavzuda bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Bir odam o'lsa, bu hammani xonadonida mana shunaqangi janoza bo'lganda, bir yo'qotish, kimdir vafot etganda bo'ladigan holatda, bu bitta meni qarindoshimni uyida, meni qarindoshim vafotidan keyin sodir bo'lgan holat emas. Bu hammada bo'ladigan holat. Shu uchun buni mavzu qilib olib chiqdim bugun. Xullas kalom, qarindoshim olamdan o'tdi. O'zimizni dinimizga ko'ra, urf-odatimizga ko'ra yuvildi, chiroyli qilib, o'sha oppoq libosiga o'raldi, janozasi o'qildi, tobutga solib, ko'z yoshlar bilan farzandlari, mahalla-ko'y, qarindosh urug' mangu oromgohiga, ya'ni qabristonga olib chiqib ketdi. E'tibor berib kuzatib turibman. 2 kun oldin ko'rgan odamimni yo'qotib qo'yganimni shokidaman o'sha paytda. Lekin kuzatib turibman xonadondagilarni harakati, pitir-pitir qilib besaramjonligini. Ishoning, bitta odam olamdan o'tib ketdi. Lekin xuddiki to'y qilishayotgandek fartuklarni qadab, ro'mollarni orqadan mahkam bog'lab, pitir-pitir qilib, voy qudam keladi, voy palonchi qarindoshim keladi, voy kuyovim qudam bilan kelyapti ekan, voy qudami singillari bilan kirib kelyapti ekan, falon pismadon deb dasturxon bezatish bilan, dasturxonning ustini nozu ne'matga to'ldirish bilan ovora. Baraka topkur. Janoza bo'lgan, janoza chiqqan xonadonga ta'ziyaga kelayotgan qarindoshingiz, quda-andingiz, yaqinlaringiz qayerga kelayotganini bilmaydimi? U sizni xonadoningizga nima maqsadda keladi? Sizga ta'ziya bildirish uchun, olamdan o'tib ketgan odamga 2 kalima Qur'on tilovat qilib, haqqiga duo qilib qo'yish uchun keladimi?
og'ir kuningizda yoningizga dalda bo'lish uchun musulmonchilik odatimizga ko'ra o'zbekchilik, insongarchilik degan odatlarimizga ko'ra o'zini insoniylik burchini, qarindoshlik, do'stlik burchini bajarishga keladimi yoki sizni o'sha aza bo'lib turgan xonadoningizga yozilgan dasturxoningizga yegani keladimi? Savol. Eng meni g'azabimni qaynatgan, meni juda qo'rqitgan, dahshatga solgan narsa, voy qudalarim xafa bo'lib ketmasin, voy palonchilar xafa bo'lib ketmasin. Peshdastaxon kirdinglar oldiga. Peshdastaxon deb Andijonda o'sha patir ustiga qatlama non deyishadi. Somsa, shirinlik, pista, bodom to'y qilyapsanmi? Baraka topkur. Nimaga seni quding xafa bo'lib ketish kerak? Kap-katta odam oldimga patir kelmadi deb xafa bo'lishi qanchalik to'g'ri? Insongarchilikka qanchalik sig'adi bu narsa? Oldimga issiqqina sho'rva kelmadi yoki issiqqina manti kelmadi, palonchi uyni to'g'risida o'tirdi, poygayda qolib ketdim deb xafa bo'lishi mumkinmi? Bunaqa birov o'lib, kimnidir yo'qotib qo'yib, yaqinini yo'qotib qo'yib, yuragi parchalanib turgan odamni xonadoniga ta'ziyaga kelib, dasturxonida o'tirib bezrayib, poygayda qoldim, to'g'riga chiqmadim deb xafa bo'lish qanchalik insongarchilikka, odamgarchilikka sig'adi, insonga yarashadi. Uni millatidan, dinidan, irqidan qat'iy nazar, aql farosati bor odam janoza bo'lgan xonadonga kelib, uyni to'g'rida o'tirmadim, zo'r ziyofat yemadim deb xafa bo'lib ketishi, bilmadim. Men bu narsani ko'ndalangiga ham, uzunasiga ham sig'dira olmadim gapni ochig'i. O'lgan bilan hech kimni ishi yo'q. Hech kimni, hamma tiriklarni qonini to'ydirish dardida. Qozon o'choq olib kel, produktda qilib kel, bozor uchar qilib kel, chaqir-chuqurini olib kel, qandini olib kel, balosini olib kel, batdarini olib kel. Odamning yo'qoldi, bitta tirik jon yo'q, bo'ldi, tamom, u yo'q, yer yuzida yo'q bo'lib ketdi u. Endi uni qiyomatda agar Alloh nasib qilsa ko'rasan diydorini, bo'lmasam yo'q. U qiyomatda ham yettiyot begonadek turadi oldingda, kelib achomlashib ko'rishmaydi sen bilan. Men u dunyoga borib kelmaganman, lekin diydor qiyomatga qoldi, unday bunday degan gapiramiz biz. Qiyomatda uni palonchini diydori deb yugurib bormas ekanmiz u kitoblarda, men o'qigan kitoblarda xuddi yot begonadek turar ekan yoningda. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman. Hech kim u dunyoga borib kelmagan, lekin shunaqa deyilgan, seni o'zingni kerak bo'lsa ayoling ham, ota-onang ham, farzanding ham joningni bergudek qilib katta qilgan. Hammamiz yig'iladigan maydonda hamma qatori turadi. O'zini amaliga, o'zini gunohiga javob qiladi. Seni qilgan amaling uchun javob qilmaydi. Kerak bo'lsa savobidan bermaydi. Jannatga kirib ketishing uchun degan joylarni o'qiganim uchun gapiryapman bu gapni. Xatoyim bo'lsa tuzatinglar iltimos. Demoqchi bo'lganim, nima uchun shunaqa bo'lib ketyapmiz biz? Nimaga biz faqat Hayit Arafa kunlarida, xotira kunlarida yo o'lgan kunida eslashimiz kerak? Yana meni ensamni qotiradigan bitta gap bor. Men buni iltimos, ilmi kuchli bo'lganlar menga kommentariyada yozib ketinglar. Bu narsaga men umuman javob topa olmay qoldim-da. O'lgan odamga seni Qur'on tilovatingdan, orqasidan aytadigan yaxshi gaplaringdan boshqa hech narsa kerak emas. Bu dunyoning g'amlari bilan ishi bitdi uni. Bu dunyo bilan ishi bitdi, ketdi. Seni so'yadigan qo'yingni, molingni, tuya so'yasanmi, fil so'yasanmi, unga 1 gram foydasi bormi o'lib ketgan odamga? O'zingiz o'ylangchi. Savobi, yegan ichganimizni savobi deydi. O'lganlarning ruhiga tegsin. Men bu gapni ma'nosini, mazmun mantag'ini chaqolmayman shu yoshga kirib hanuzgacha. Meni yegan ovqatim deyishim kerakki, yegan ichganim ibodatimga quvvat bo'lsin. Yedirib ichirganingga ming bora shukr Allohim yoki behad shukr alhamdulillah yedirib ichirganingga deyishim kerak. Meni yeb ichganimni savobi o'lib ketgan odamga
Tegadimi? Menga yedirgan, o'shani oldimga olib kelib yedirgan odamga tegsa kerak bu. Shuni tushuna olmayman. Keyin yana bitta narsa gapiradiki, bizni ko'p eshitaman, kattalarni og'zidan, ko'proq ayollarning og'zidan eshitaman bunaqa gapni. O'lik to'ysa keyin tirik to'yadi deydi. Bu nima degani? O'lik to'ysa keyin tirik to'yadi. Nobob joyga o'rnatilgani uchun telefon qimirlab ketyapti o'rtoqlar. Xullas shunaqa gaplar. O'lgan o'lib ketdi, yotibdi mozorda, duolarimizga zor bo'lib. Uchini qilsangiz ham mehmon kutib olayotgandek bir nima deydi, to'y qilayotgandek pitir menga shunaqa yomon ko'rinib ketdi. O'sha odamlar ham o'sha xonadon qarindoshim o'tgan, yaqin qarindoshim. Demak, u yaqin qarindoshim xonadonida yurganlar ham meni qarindoshlarim. Bu bitta meni uyimda bo'lgan narsa emas. Hammani uyida bo'ladigan narsa bu. Biror kim olamdan o'tib qolsa, kirsak agar ta'ziyaga uyga kiringlar deydi. Uyga kiriblar, choy ichib ketinglar, o'tirib ketinglar, mehmon bo'lib ketinglar. Marakasiga, qanaqadir o'lgandan keyingi o'tkaziladigan izdihomlariga borib qolsangiz, xuddiki to'y qilayotgandek dasturxonni to'kib sochib tashlagan bo'ladi. Qo'ylar, o'rtoqlar, o'lib ketgan odamni orqasidan obro' olish uchun tiriklarni to'ydirmaylik. Eng savob ehsonda deyishadi-yu. Ishoninglar, men hali shu yoshga qadar qancha ehsonlarga taklif qilingan bo'lsam, ko'piga bormaganman. Chunki ehson deyilgandan keyin ehson talablarga berish kerak degan tafakkurdagi odamman men. Qarindosh urug'im, qo'ni qo'shnim shunaqa bir izdihom qilsa, chiqsam agar, men u dasturxonni atrofida to'ng'izdan to'q, sharoiti o'ta go'zal, osh yeydigan, ziyofat yeydigan joylari ko'p odamlarni ko'rdim dasturxonning atrofida. Kirmagan bo'lsam ham qo'ni qo'shni, mahalla ko'y yoki o'tganda ketganda biror kimni xonadoni darvozasi katta ochiq bo'lsa, e'tibor beraman. Dasturxonida o'tirgan bo'lmasam ham kirib ketayotgan odamlarga e'tibor beraman. Hammasi chiroyli kiyingan, yaxshigina kiyinib olgan, yuzidan, ko'zidan, bosgan qadamidan, gavdasini tutishidan bilinadi sharoiti qanaqaligi. Nuqul ehsonlarda ehson beradigan sharoitdagi odamlarni ko'raman. Nimaga ehsonga muhtojlarni emas? Savol. Menimcha, bo'lar bo'lmas jinni ketdi marosimlarni o'tkazib, o'lik to'ysa tirik to'yadi deb o'lgan odamni xonadonida tiriklarni to'ydirish g'amida yurish o'rniga, kerak bo'lsa har bitta xonadonda, har bitta oilada eng kamida bittadan, ikkitadan Qur'on xatm qilganlar bor. Chiroyli o'sha Allohning kalomi bo'lgan muqaddas kitobimizni o'qib, ochib, kuchimiz yetganicha, toqatimiz yetganicha o'sha o'tgan odamning haqqiga duo qilib qo'yish to'g'ri emasmi? O'sha janozada men o'zimga o'zim so'z berdim. Uyimda 4 tadan Qur'on kitoblari bor. Arabistondan shaxsan o'zimga deb sovg'a qilib olib kelingan kitoblar bor. O'sha Qur'on kitoblarini haqiqatdan ilmi bor, o'qiydigan, lekin sharoit qilib ola olmayotganlarga tarqataman. Mabodoki meni o'lim xabarim eshitib qolsanglar, o'lib qopti deb motam saro kiyimlarni kiyib xonadonimga yugurmanglar. Kitobni olib, meni o'limim haqida xabar kelishi bilanoq o'sha kitobni ochib, kuchingiz yetganicha, toqatingiz, nafasingiz yetganicha o'qib, haqqimga duo qiling. Chunki meni bittagina farzandim bor, orqamdan yig'laydigan jigar bag'rim ham xuddi shu ahvol bo'ladi. Men o'lganimdan keyin Saidani mehmonlari keldi deb xafa bo'lmasin, singlim, mehmonlarim yaxshi kutib olmadi deb o'ksib qolmasin yotgan joyida deb xuddi men xafa bo'lib go'rimdan tirilib yugurib keladigandek, akam ham singlim ham meni orqamdan kelganlarni qornini to'ydirish bilan ovora bo'ladi. Mengacha ham shu ish bo'lib keldi, mendan keyin ham bo'ladi, bu aniq.
Bu bitta meni xonadonimda, meni qarindoshimning xonadonida bo'lgan holat emas. Aytyapman, qancha xonadonga ta'ziyaga kirgan bo'lsam, albatta nozu ne'mat to'la dasturxon bezatilgan xona bo'ladi. Albatta kelgan odamni keling choy ichib keting, keling mehmon bo'lib keting deydi. Ensami qotgani, ko'zida yoshi bilan hamdardlik bildirgani kelgan odamga mehmon bo'lib keting deyish. Kelsin, o'tirsin, hamdardligini bildirsin, hol ahvolini so'rasin, 2 kalima Qur'onni o'qisin, chiqsin, ketsin. Xullas kalom shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men uchun meni qo'rqitgan, meni bu dunyo bilan ishim bitgandan keyin meni orqamdan bo'ladigan, meni o'limimdan keyin bo'ladigan holat bu dunyodagi. Endi bu qilib yurgan har xil bo'lar bo'lmas amallarimiz uchun u dunyodagi u tomonga o'tmay qo'yaylik. Chunki bizning kanalimiz diniy mavzulardagi suhbatlar joylanadigan kanal emas, lekin bu degani biz bu mavzularda gapira olmaymiz degani emas. Diniy masalalarda gapiradigan darajadaman deb o'ylamayman. Bilib bilmasdan gapirib qo'yib baloga qolib ketishni ham xohlamayman. Chunki bitta videoda korrupsion va poraxo'rlik holatlar, o'sha korrupsion holatlar haqida gapirsam, Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida mana shunaqangi siyosat yuritgan ekan. Hozirgi bizni davlat arboblarimiz ham o'sha Umar roziyallohu anhuning siyosatidan tajriba sifatida foydalanib, siyosat yuritishlari kerak degan gap gapirsam, bitta o'ta dono odam, juda ham dono odam kommentariyaga payg'ambarimiz haqida gapirish senga kim qo'yib deb yozibdi. Birinchidan, Umar roziyallohu anhu sahoba, payg'ambar emas. Payg'ambarni yaxshi tanimaydigan, sahobani payg'ambar deb taniydigan saviyadagi odam bilan gap tortishni o'zimga ep ko'rmadim. Shu o'rinda video oxirida men haqimda chiroyli mavzu qilib kanallariga joylab, o'zicha ringga chaqirmoqchi bo'lganlarga ovora bo'lmanglar. Sizlar bilan YouTube'da tortishadigan saviyadagi ayol emasman men. Men bunaqa odamlarga aytadigan, har doim hayotda amal qilib keladigan bitta shiorim bor. Ahmoqqa sukut javob, so'z isrof. Men bilan kimdir tortishmoqchi bo'lsa, menga e'tiroz bildirsa yoki o'zicha nimalardir desa, avval men odamni gapini analiz qilaman. Gapmi shu deb. Keyin o'sha gapni gapirayotgan odamni analiz qilaman. Odammi bu deb. Agar unga javob bermayotgan bo'lsam, yo'qni o'zinglar tushundinglar. Odamlar bilan gaplashaman ya'ni. Allohga omonat bo'linglar. Agar sizlar bilan qayta ko'rish nasib bo'lmasa, hammanglarni yaxshi ko'raman. Men hozir Qozog'istonda bo'lganligim sababli YouTube'da faoliyatim vaqtinchalik to'xtashi yoki videolarda oqsash bo'lishi mumkin. Meni qaysi kanal orqali topib olishingizni yaxshi bilasizlar. Mabodo kanalni ikkalasini ham boshqa blogerga topshirgan taqdirimda ham men yangi kanal orqali sizlarni topib olaman. Sizlar ham meni osongina topib olasizlar. Bu nima desa bo'ladi? Borsa kelmasga kelganim yo'q. Inshaalloh sog' salomat yurtga qaytaman. Eng qizig'i Qozog'iston qo'shni davlat, lekin boshqa davlat. Meni o'zimni tug'ilib o'sgan vatanim emas. Xuddi men o'zimni uyimda yurgandek yuribman. Begona davlatligini umuman his qilayotganim yo'q. Tamojniga kirib kelyapman. Tamojnida xush kelibsizlar Qozog'istonga deb tamojni xodimlarini chiroyli kular yuz bilan kutib olganini o'zi meni bu Qozog'iston davlatida o'zimni begona siramasligim uchun juda katta motivatsiya bo'ldi, kuch bo'ldi, kayfiyat bo'ldi. Qozog'istondan kuzatayotganlar uchun men Qozog'istondaman.
Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ko'risholmasak Allohga omonat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.